Siz ham farzandingizni 5 yoshda kitobni o'qib, 2-3 tilni bilishini xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Hozir onalar orasida modaga aylanib borayotgan 5 yoshda farzandlarni o'qish va yozishga o'rgatib, shu bilan birgalikda 2 yoki 3 tilni shu yoshda o'zlashtirishga harakat boshlangan. Men avvalo farzandingizni fiziologik harakatlarga o'rgatishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki farzandingiz anatomik jihatdan avvalo asab, mushak tizimi rivojlanishiga, ana undan keyingina neyron bog'lanishlar, ya'ni diqqatni jam qilish, o'qish, yozish va eslab qolishga harakat 5 yoshdan keyin rivojlanishini aytib o'tmoqchiman. Siz 5 yoshli farzandingizga qo'yayotgan talablarni bajarishdan oldin sizga beradigan savollarim. Xo'sh, farzandingiz ko'p to'kni aniq yo'naltirib otadimi yoki siz otgan ko'p to'kni ilib oladimi? Farzandingiz erkin ravishda arqon ustidan sakrab o'ta oladimi? Zinalarga bemalol chiqib tushadimi? Agar bu vazifalarni bajara olmasa, siz farzandingizni yaxshisi mayda motorikasi bilan ishlashni boshlab, diqqatingizni fiziologik rivojlanishiga va ana undan keyingina o'qish va yozishga e'tiboringizni qaratishingizni so'rab qolaman. Ha, albatta, 5 yoshda ham o'qishi, yozishi va 2-3 tilda bemalol suhbatlashishi eplaydigan bolalar bor. Lekin bu bolalar Alloh tomonidan qobiliyati bor bolalar hisoblanadi. Biz bilan farzandlaringizni sog'lomlashtiring, zero orzularni sog'lom bolalar quradi.